yaxshi kelin qaynonasi bilan do'st bo'la oladimi? Albatta bo'lishi mumkin, lekin hozir juda ham ko'p kelinlar qaynonam meni yomon ko'radi, qaynonam erim bilan meni urushtirib qo'yadi. Kamiga hamma narsaga o'rtaga tushib olib aralashaveradi. Qanday qilib bunaqa mojarolarni tugatish mumkin? Qanday qilib bunga yechim topaman deb savollar ketidan savollar berayotgan kelinchaklar juda ko'p. Bularni bittagina maqsadi bor. Xo'jayini bilan yolg'iz o'zi yashash. Bu narsa hammaga ham to'g'ri kela olmaydi. Sababi shunday xonadonlar borki, bittagina o'g'li bor, bittagina farzandi. Uni qanday qilib bo'lak qilish mumkin? Albatta, siz ham ertaga qaynona bo'lasiz. Farzandingiz bitta bo'lsa, qanday qilib yechim topasiz? Bittagina o'g'il bo'lsa, uni yana bo'lak qilib olib chiqib ketish ma'qulmikin? Bunday vaziyatlardan chiqib keta olmagan, qiyinchilik vaziyatda o'tirgan va shu qaynonam bilan yasha olmayman deydigan kelinlar uchun bizda mana shu muammolarga yechim bor.